5 million so'mga dori oldi. 10 ming so'm yetmayapti. Aptekar aytayapti-ki, bera olmayman deydi. Voy inson, 4 million 990 ming berdim-u, 10 mingiga ishonmaysanmi? Tashlab ketaman, onamga dori olib ketay. Sen qarama qarshi ekansan. Uyga qaytsam vaqt o'tadi. Yo'q. Uzr, kamera turibdi, mana kompyuterga tushmasa, bizni ishdan oladi. Aka turibdi. Bir tiyin bermagan aka. Mana hujjatim. 10 ming so'm. Uyalib ketyapman deydi hali yigit. 10 ming so'mga olmayapti aptekar, lekin undan yomoni jigarim bo'lgan bitta onadan tug'ilgan akam, 10 ming men beraman demayapti. Ber 10 ming. Qora aka, ish bitdi, onam yaxshi bo'lib ketdilar. Onam telefon qilyapti, tezki, akang mazasi qochib qolibdi. Uyga borsam deydi, bolalar televizor ko'rib o'tiribdi deydi. Akam naryoqda harsillab yotibdi deydi. Jiyanlarimga aytdim, adangga qaramaysan? Ha, kasallar yotibdilar, dori ichdilar, hozir yaxshi bo'lib ketadi. Yig'lavordim deydi. Nega? Onamga 10 ming so'm ilinmading, mana bugun bolalaringning ahvoli. Televizor ko'rib, sasib yeganni yeb, ichganni ichib yotibdi, adam dori ichib yotibdilar deydi. Mehr yo'q deydi. Men dunyoda ko'rib qo'ydim ota-onasi uchun bermaganni jazosini. Shu uchun azizlar, agar biz bolalarimizni berishga o'rgatmasak, ertaga qaraganimizni bizga ham bermaydi. Mayli bermasin. O'zi bilan o'zi bo'lsin, Xudo bizga bersin, lekin hayot mehr muruvvatdan iborat. Ana shu ma'noda zakot insonni xasislik va baxillikdan ketkazadi va bolalarimizni o'rgataylik. Men doim aytaman. Ota-onamiz bemor, qaysidir davlenasi bor, qaysidir sahari bor, qaysidir yuragi har oy dori ichadi. Shu dorisini hech qachon sizga olib kelib ber demang. Bolam o'zini oilasida muammosi, ro'zg'orida kamchiligi bor. Dori ham o'lsam falon pul deydi, ish qilib, amallab pensiyasidan olib ichadi. Men aytaman, yaramas. Toqqa chiqib ketyapsan, boqqa chiqib ketyapsan o'rtoqlaring bilan, mendan deb 2 million, 3 million bozor mendan deb o'ryapsan. Otangni dorisini otini bilmaysan. Otasi davleniga nima dorini ichishni bilmagan farzand emas u. Otasi sahir uchun nima dori ichayotganini otini bilmagan farzand emas. Chunki be'tiborda u. Boring, aptekadan shu dorini oling-da, bolangizga bering. Dodajon, men bu dorini iching deb dodangga olib kirib ber. Ana keyin bolangiz duo oladi, ertaga o'zingiz uchun zaxira qilgan bo'lasiz. Ertaga otajonim meni shunga o'rgatgan deb million bo'lsa ham, milliard bo'lsa ham bolasi